Pensionerlar diqqat bilan eshiting. Sizga pensiya, kompensatsiya, subsidiya, kredit, qarindoshga yordam, uy-joy hujjati yoki bank kartasi bahonasida biror qog'oz uzatishsa, uni o'qimasdan imzo chekmang. Bu ma'lumot juda imzo chekmang. Chunki birgina imzo odamni qarzdor qilib qo'yishi, pensiya pulidan mahrum qilishi, uy-joy bo'yicha huquqini zaiflashtirishi yoki firibgarlarga yo'l ochib berishi mumkin. Men bu videoda oddiy tilda tushuntiraman. Qaysi qog'oz xavfli? Nimaga e'tibor berish kerak? Qachon imzo qo'yish mumkin? Qachon esa qat'iy to'xtash kerak? Kanalga hoziroq obuna bo'ling. Videoga like bosing. Chunki bunday ogohlantirish ko'p oilalarni katta muammodan saqlab qoladi. Oldin pensioner odam ko'pincha pensiyasini naqd pulda olardi. Hujjatlar ham ko'proq mahalla, pochta, pensiya bo'limi yoki bank kassasi orqali yurardi. Albatta avval ham firibgarlar bo'lgan, lekin ularning imkoniyati cheklangan edi. Odamning oldiga borishi, hujjatni ko'rsatishi, guvoh topish kerak edi. Hozir esa ko'p ishlar bank kartasi, mobil ilova, SMS kod, elektron ariza, onlayn kredit, plastik karta va masofaviy xizmatlar orqali qilinmoqda. Bu qulay. Lekin aynan shu qulaylikdan ayrim noinsof odamlar foydalanadi. Bugun pensionerga bu oddiy ariza, bu pensiyani kartaga tushirish uchun. Bu faqat tasdiq, bu sizga yordam puli olish uchun. Bu qarindoshingiz nomiga rasmiyatchilik. Imzo qo'ymasangiz pul kechikadi deb qog'oz berishlari mumkin. Aslida esa qog'oz ichida boshqa mazmun bo'lishi ehtimoli bor. Masalan, kredit shartnomasi, kafillik roziligi, qarz tilxati, uy-joydan foydalanish huquqidan voz kechish, ishonchnoma, merosdan voz kechish arizasi yoki bank kartasini boshqarishga ruxsat bo'lishi mumkin. Eng xavfli tomoni shundaki, odam keyin men bilmaganman desa ham. Qog'ozda imzo turgani uchun ishni isbotlash qiyinlashadi. Men ko'p hollarda shuni ko'raman. Pensionerlar yomon niyatdan emas, ishonuvchanlikdan zarar ko'radi. O'g'lim-ku, qo'shnim-ku, bank xodimi aytdi-ku, mahalladan kelgan odam-ku deb ishonib yuboradi. Lekin hujjat dunyosida qarindoshlik, tanish bilish, va'da va og'zaki gap ikkinchi o'rinda turadi. Birinchi o'rinda yozilgan matn, imzo sana, pasport ma'lumotlari va shartlar turadi. Eng avvalo, men pensionerlarga shuni aytaman. Siz imzo chekayotgan qog'ozning nomini aniq bilishingiz kerak. Qog'ozning yuqori qismida ariza, shartnoma, tilxat, ishonchnoma, rozilik, kafillik, dalolatnoma. Qabul topshirish, voz kechish degan so'zlar bo'lishi mumkin. Har birining oqibati boshqacha. Ariza oddiy ko'rinadi, lekin arizada ham siz biror narsani so'rashingiz, tasdiqlashingiz yoki voz kechishingiz mumkin. Rozilik degani siz bir ishga ruxsat berdingiz degani. Ishonchnoma degani boshqa odam sizning nomingizdan ish qilishi mumkin degani. Kafillik esa juda xavfli. Boshqa odam kredit olsa, u to'lamasa, qarz sizdan talab qilinishi mumkin. Birinchi xavfli misol. Kafillik qog'ozi. Tasavvur qiling, pensioner otaga o'g'li kelib, "Dada, men 20 million so'm kredit olyapman. Siz faqat bir joyga imzo qo'yib bering." Bu rasmiyatchilik deydi. Ota imzo qo'yadi. Birinchi 2 oy o'g'il to'laydi. Keyin ishsiz qoladi yoki to'lamay qo'yadi. Bank esa shartnomaga qaraydi. Pensioner kafildir. Natijada har oy pensiyadan ushlab qolish, sudga berish, majburiy ijro boshlanishi mumkin. Ota pulni men olmaganman desa ham, kafillik shartnomasi bor. Kafil bo'lish qarz olgan bilan deyarli bir xil mas'uliyatga olib kelishi mumkin. Ikkinchi misol, tilxat. Sizga qo'shnimga yordam beryapmiz. Faqat guvoh sifatida imzo qo'ying deyishadi. Qog'ozni to'liq o'qimasangiz, unda men falonchidan 25 million so'm qarz oldim, falon sanada qaytaraman deb yozilgan bo'lishi mumkin. Siz esa o'zingizni guvoh deb o'ylab imzo qo'yasiz. Keyin pul talab qilinadi. Tilxatda summa, muddat, ism, familiya, pasport raqami va imzo bo'lsa, bu jiddiy hujjatga aylanadi. Shuning uchun biror pul miqdori yozilgan qog'ozga juda ehtiyot bo'ling. Uchinchi misol, ishonchnoma. Katta yoshdagi odamning uyi bor, farzandlari unga yordam bermoqchi. Onajon, kommunal to'lovlarni, kadastr ishlarini, bankdagi ishlarni yuritish uchun ishonchnoma kerak deyishadi. Agar ishonchnoma faqat bitta aniq ish uchun berilsa, masalan, faqat elektr hisoblagich bo'yicha ariza topshirish, bu boshqa masala. Lekin ishonchnomada sotish, hadya qilish, pul olish, shartnoma tuzish, bank hisobini boshqarish, barcha idoralarda vakillik qilish kabi keng vakolatlar yozilgan bo'lsa, bu juda katta xavf. Bunday qog'oz bilan boshqa odam sizning nomingizdan uy bo'yicha ham, bank bo'yicha ham muhim harakatlar qilishi mumkin. Men pensionerlarga doim aytaman, ishonchnomani hech qachon umumiy va cheksiz qilib bermang. Faqat aniq ish, aniq muddat va aniq tashkilot bo'yicha bering.
To'rtinchi misol, bank kartasi va pensiya puli. Ba'zan pensionerga pensiyangizni tezlashtirib beramiz. Komissiyasiz olib beramiz. Kartangiz blok bo'lib qolmasin, yangi tizimga o'tyapmiz deb qog'oz yoki telefon orqali tasdiq so'rashadi. Bu qog'ozda bank kartasini boshqa shaxsga berish, SMS xabarlarini uning telefoniga ulash, mobil ilovaga kirish, karta bo'yicha operatsiyalarni amalga oshirishga rozilik bo'lishi mumkin. Kartaning o'zi qo'lda bo'lsa ham, SMS kod boshqa odamda bo'lsa, pulni yechib olish yoki o'tkazib yuborish osonlashadi. Shuning uchun men aniq aytaman, bank kartangiz, PIN kodingiz, SMS kodingiz va pasportingiz nusxasi bir odamning qo'lida jamlanib qolmasin. 5-misol, uy-joy va meros masalasi. Pensionerlar orasida baribir uy bo'larga qoladi deb o'ylab, hujjatga yengil qarash holati bor. Lekin qog'ozda men ulushimdan voz kechaman, men da'vo qilmayman, men roziman. Men uyda yashash huquqim yo'qligini tasdiqlayman kabi gaplar bo'lishi mumkin. Masalan, onaxon o'g'liga uy hujjatini rasmiylashtirishga yordam berish uchun imzo qo'yadi. Keyin kelin bilan kelishmovchilik chiqadi. O'g'il boshqa joyga ketadi. Uy esa allaqachon boshqa nomda bo'ladi. Onaxon men faqat rasmiyatchilik deb o'ylagandim deydi. Lekin hujjatda u rozilik bergani yozilgan. Uy-joy, meros, hadya oldi sotdi, ulush, ro'yxatdan chiqarish kabi so'zlar bor qog'ozga alohida ehtiyot bo'lish kerak. Kimlar ko'proq xavotir olishi kerak? Birinchi navbatda yolg'iz yashaydigan pensionerlar. Ikkinchidan, farzandlari yoki qarindoshlari kredit, qarz, biznes, mashina, uy olish masalasida ko'p murojaat qilayotgan pensionerlar. Uchinchidan, sog'lig'i sababli hujjatni mayda harfda o'qiy olmaydigan, ko'zi yaxshi ko'rmaydigan, eshitishi past bo'lgan odamlar. To'rtinchidan, bank kartasini boshqalarga berib qo'yganlar. Beshinchidan, uy-joy o'z nomida bo'lgan, lekin hujjatlarning asl nusxasini o'zi saqlamayotganlar. Kimlar unchalik xavotir olmasligi mumkin? Agar siz qog'ozni o'zingiz o'qib, mazmunini to'liq tushunsangiz, mustaqil maslahat olsangiz, hujjat notarius yoki rasmiy idorada sizga baland ovozda tushuntirilsa, unda aniq maqsad, aniq muddat, aniq summa va aniq huquqlar yozilgan bo'lsa, xavf kamayadi. Lekin kamayadi degani yo'qoladi degani emas. Hatto rasmiy idorada ham siz savol berishga haqlisiz. Hech kim sizni shoshiltirib imzo qo'ydirishga haqli emas. Endi istisnolar va ko'pchilik sezmaydigan nozik joylarga o'taman. Har bir qog'oz yomon emas. Pensiya tayinlash, qayta hisoblash, bank hisob raqamini o'zgartirish, nogironlik hujjati, sanatoriy yo'llanmasi, subsidiya yoki moddiy yordam uchun arizalar bo'lishi mumkin. Lekin yaxshi hujjatning belgisi bor. Unda sizga tushunarli maqsad yoziladi. Tashkilot nomi aniq bo'ladi. Sizga nusxa beriladi. Xodim savollaringizga javob beradi. Sizni shoshiltirmaydi. Buni uyga olib borib o'qib kelaman desangiz qarshilik qilmaydi. Eng katta tuzoqlardan biri bo'sh joyli qog'oz. Agar qog'ozda sana, summa, ism, manzil, shartlar yoki ilova joylari bo'sh qolgan bo'lsa, imzo qo'ymang. Bugun bo'sh joy qoladi. Ertaga kimdir u yerga boshqa matn yozib qo'yishi mumkin. Keyin to'ldiramiz degan gap hujjatda xavfli. Hujjat imzolanishidan oldin to'liq to'ldirilgan bo'lishi kerak. Agar xato bo'lsa, ustidan chizib yo'lga izoh yozilishi, tomonlar imzo qo'yishi kerak. Eng yaxshisi yangi toza nusxa chiqarilsin. Ikkinchi tuzoq mayda harf. Shartnomalarda eng muhim shartlar ba'zan kichik harflarda yoziladi. Foiz, jarima, penyalar, majburiyatlar. Uchinchi shaxsga ma'lumot berish, bank hisobidan yechib olish, avtomatik rozilik. Pensioner odam katta sarlavhani o'qiydi, lekin pastdagi mayda bandlarni o'tkazib yuboradi. Men maslahat beraman, ko'zoynak taqing. Telefon kamerasi bilan kattalashtirib o'qing. Yo'lingizda ishonchli odam bo'lsin, lekin o'sha odam hujjatdan manfaatdor bo'lmasin. Masalan, kredit olayotgan farzand emas, boshqa xolis qarindosh yoki yurist ko'rsin. Uchinchi tuzoq og'zaki va'da. Hujjatda bir narsa, og'izda boshqa narsa aytilsa, hujjatdagi matn kuchliroq bo'ladi. Bu qog'oz faqat ro'yxat uchun, sizdan pul so'ralmaydi, uyingizga tegmaydi. Keyin bekor qilamiz kabi gaplar qog'ozga yozilmagan bo'lsa, keyin isbotlash qiyin. Shuning uchun men doim shunday deyman. Sizga berilgan va'da hujjatga aniq yozilmasa, u va'daga tayanmang. To'rtinchi nozik masala pasport nusxasi. Pasport nusxasini hamma joyga tarqatish mumkin emas. Albatta, rasmiy tashkilot hujjat uchun nusxa so'rashi mumkin. Lekin noma'lum odam pasportingizni rasmga olib qo'yay, Telegramdan yuboring. Kartangizni ochamiz. Yordam puliga ro'yxatga qo'shamiz desa, ehtiyot bo'ling. Pasport ma'lumotlari, telefon raqami va SMS kod birlashsa,
turli moliyaviy harakatlar uchun yo'l ochiladi. Nusxa berganda ham ustiga qo'lda faqat falon tashkilotga, falon maqsad uchun deb yozib qo'yish yaxshi odat. 5-masala, video va telefon orqali rozilik hozir ayrim xizmatlarda SMS kod yoki telefon orqali ha deyish ham tasdiq sifatida ishlatilishi mumkin. Firibgarlar sizga kod keldi, ayting, pensiyangiz tekshiriladi deydi. Kodni aytganingizdan keyin ular sizning hisobingizga kirishi yoki operatsiyani tasdiqlashi mumkin. Men qat'iy aytaman, SMS kodni hech kimga aytmang. Bank xodimi ham, pensiya bo'limi ham, mahalla ham sizdan SMS kodni so'ramasligi kerak. Kod bu sizning elektron imzongizga o'xshaydi. Yana bir muhim holat, pensionerning sog'lig'i yomon bo'lsa yoki u matnni tushunmasa. Ba'zan odam dori ta'sirida kasalxonada bosim ko'tarilgan paytda yoki ruhiy charchoq holatida hujjat imzolaydi. Keyin men anglamaganman deyishi mumkin, lekin bu ham oson isbotlanmaydi. Agar odam o'zini yaxshi his qilmayotgan bo'lsa, hujjatni keyinga qoldirish kerak. Shoshilinch bo'lmagan hujjatni kasal odamga imzolatish odobga ham, ehtiyotkorlikka ham to'g'ri kelmaydi. Endi aniq nima qilish kerakligini aytaman. Birinchi qadam, har qanday hujjatni qo'lingizga olganingizda, avval uning nomini o'qing. Bu nima hujjat deb so'rang. Javob umumiy bo'lsa, masalan, oddiy qog'oz, rasmiyatchilik hech narsa emas deysa, bu xavf belgisi. Hujjatning nomi, maqsadi va oqibati aniq aytilishi kerak. Ikkinchi qadam, imzo qo'yishdan oldin hujjatning nusxasini so'rang. Men buni uyda o'qib chiqaman deyin. Agar ular yo'q, hozir imzo qo'yish kerak. Keyin kech bo'ladi deb bosim qilsa, to'xtang. Qonuniy va halol ishda odamga o'qish uchun vaqt beriladi. Ayniqsa pensioner odam shoshilmasligi kerak. Bir kun kech imzo qo'yish ko'p hollarda muammo emas. Lekin noto'g'ri imzo yillar davomida muammo bo'lishi mumkin. 3-qadam, hujjatda pul summasi bor yo'qligini tekshiring. 1 millionmi, 2 millionmi, 1 millionmi? Farqi yo'q. Pul yozilgan joyini alohida o'qing. Qarz, kredit, foiz, jarima, penya, kafil, undiruv, majburiyat, to'lov jadvali kabi so'zlar bo'lsa, imzo qo'yishdan oldin mutaxassis bilan maslahatlashing. Agar siz pulni olmagan bo'lsangiz, pul bo'yicha majburiyatga kirishmang. 4-qadam, uy joyga tegishli so'zlarni izlang. Uy, kvartira, yer, kadastr ulush, ro'yxatdan chiqarish, hadya, oldi-sotdi, meros, voz kechish, foydalanish huquqi degan so'zlar bo'lsa, bu oddiy qog'oz emas. Bunday hujjatni faqat notarius, yurist yoki ishonchli xolis odam bilan ko'rib chiqing. Uy-joy masalasida farzandim-ku deb shoshilmang. Bugun munosabat yaxshi bo'lishi mumkin, ertaga vaziyat o'zgarishi mumkin. 5-qadam. Ishonchnoma berayotgan bo'lsangiz, vakolatni to'g'ri yozdiring. Masalan, falon bankdan ma'lumotnoma olish uchun, falon tashkilotga ariza topshirish uchun, falon sanagacha deb aniq cheklang. Barcha ishlarni yuritish, mulkni tasarruf etish, pul olish, sotish, hadya qilish kabi keng vakolatlarni o'ylamasdan bermang. Ishonchnomaning amal qilish muddatini qisqa qiling va nusxasini o'zingizda saqlang. Agar fikringiz o'zgarsa, notarius orqali ishonchnomani bekor qilish mumkinligini ham biling. 6-qadam, hujjatga imzo qo'yganingizdan keyin nusxasini oling. Ko'p odamlar imzo qo'yadi, lekin qo'lida hech qanday nusxa qolmaydi. Keyin nima imzolaganini eslay olmaydi. Har bir imzolangan hujjatdan bir nusxa sizda bo'lishi kerak. Nusxada sana, imzo, tashkilot muhri yoki qabul qilgan shaxs ma'lumotlari bo'lsa, yanada yaxshi. Telefoningiz bo'lsa, hujjatni rasmga olib qo'ying, lekin rasm aniq chiqsin. 7-qadam, bosim bo'lsa, ko'zma iz qoldiring. Masalan, sizga qarindosh yoki begona odam kelib imzo talab qilsa, men hujjatni o'qib chiqmasdan imzo qo'ymayman. Nusxasini bering deb ayting. Agar rasmiy idorada tushunmovchilik bo'lsa, ariza yozing. Menga taqdim etilgan hujjat mazmunini tushuntirib berishingizni va nusxasini berishingizni so'rayman. Bu oddiy gap. Lekin sizning ehtiyotkorligingizni ko'rsatadi. 8-qadam, shubhali holatda qayerga murojaat qilishni biling. Bank hujjati bo'lsa, bankning rasmiy filialiga boring. Ko'chadagi yoki telefon qilgan odamga ishonmang. Pensiya masalasi bo'lsa, pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Uy-joy va ishonchnoma bo'lsa, notariusdan tushuntirish so'rang. Qarzdorlik, sud, majburiy ijro yoki firibgarlik alomati bo'lsa, yuristga, advokatga yoki huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qiling. Mahallaga ham xabar berish mumkin, lekin huquqiy masalada faqat mahalla bilan cheklanib qolmang. 9-qadam, oilada oldindan qo'yda belgilang.
Pensioner ota-onaga farzandlar shunday deyish kerak. Onajon, dadajon, hech qachon bizsiz yoki xolis maslahatsiz kredit, kafillik, uy, ishonchnoma, bank kartasi bo'yicha imzo qo'ymang. Bu ishonchsizlik emas, bu himoya. Aksincha halol farzand ota-onasini shoshiltirmaydi. Hujjatni ochiq ko'rsatadi, tushuntiradi, nusxasini beradi. Shoshiltirish, yashirish, siz tushunmaysiz deyish esa xavfli belgidir. 10-qadam, imzoingizni hurmat qiling. Imzo oddiy chiziq emas. Imzo men rozi bo'ldim, men tushundim, men majburiyat oldim, men tasdiqladim degani bo'lishi mumkin. Shuning uchun pensioner odam men qariyman, hujjatni tushunmayman deb chekinmasligi kerak. Siz savol berishga haqlisiz. Siz o'qishga haqlisiz. Siz rad etishga haqlisiz. Siz bugun imzo qo'ymayman deyishga haqlisiz. Bugungi asosiy ogohlantirishim shuki, pensionerlar, ayniqsa kafillik, qarz tilxati, ishonchnoma, bank kartasi, uy-joy, meros va voz kechish mazmunidagi qog'ozlarga o'qimasdan imzo chekmang. Rasmiyatchilik degan so'zga ishonib qolmang. Qog'ozni o'qing, nusxa oling, shoshilmang, xolis odam bilan maslahatlashing va SMS kodlaringizni hech kimga aytmang. Birgina ehtiyotkorlik pensiyangizni, uyingizni va tinchligingizni saqlab qolishi mumkin. Sizningcha pensionerlarni bunday xavflardan himoya qilish uchun oilada va mahallada yana qanday tartib bo'lishi kerak? Fikringizni izohlarda yozing. Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangizga, buvi bobolaringizga, qo'shnilaringizga albatta yetkazing.